obdan qopibmi? Yaxshi balam, bugun shundoq yenikli qopibdimi? Rahmat balam. Qo'rqmay o'ltirmay Gulnar. Velosiped degani vaqo qanot chiqib uchadi dema. Ikkimiz muhabbatlashib yurganda qanday qayda aytdim, ha? Voy, po'chiliqini kim sizning velosipedingizga minibdi-ki? Ha? Shu jotgan o'chiligimiz bojimo texe bizning. O'z vaqtida sizni daryo bo'yiga men bilan apag'am. Shuni unutib qoldingizmi? Shu kun ma'qul demaganmidingiz? Maqoshliqini yodingizda bor ekanda? Uni unutib qolandigan. Voy. Shu kunlarni o'ylasam, faqat esimdan chiqmaydi juma. Rasmi? Ras. Birdam aram elib olamsiz, Tayir. İşlaganga herib ketmaymiz. Ko'dingizmi mamuskilarni xil chambalijimi biz. Po'chiliqini. Çay içib eling, jenim. Rahmat xotin. Xotin? Kechkich xotin daverdi ekansiz. Bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin xotin demay nima deydim? Muhabbatdan damdim ya, ha? Qo'lga kirgizib oldim, ishkim ko'rikdan o'tib oldi danga. Unda xos qaytada muhabbatlashamdik ya, ha? Yana bir daqiqa qani. Deyman, qanday qo'y. Xotin. Oy. Pa. Sizlar alamet qaynab ketibsizlar-ku. Keldingmi adash? Tinchlikmi? Uyda qilamagan sho'xlig'inglarni etizlik qilib yetibsizlar-da. Atrofda odamlar bormi? Bug'doyningmi ko'zi va quluq bormi? Ha? Mush Gullarning ishi bo'lmamdi. Muhabbatlashgan vaqtimizni aslab boqayli deb qo'g'lab jinimni ozliq qo'ydi degina adash. Yolg'on. Sizmi bo'sh emaskansiz Juma Gulnar? Mushuk chashqanni qo'lgandek, Tayirning jinnini elib jangalda qo'yibsiz-da. Hey, adash. Koni yar beshidiki ya'ni qanday qilsa? Olaman, cho'qim olaman. Hozir u yerga xalqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash? Xalqning qo'liga tushib ketmasin bika. Hay, opam u yerga suv opirish tastaydi. Agar ip bo'lib suv chiqaramay qolsak, qiynalib qolamizmi? Suv opirish tasog'an bilan ya obdan danga Gulnar. Uning ustiga 20 mo'ya. Hey, u yani elib olgan bo'lsam, xeli bir ish qilatdim. Agar biz fan texnikaga tayinib yer terimisak, boshqalarni orqada qolamiz. To'g'ri? Hey, undaq bo'lsa, Sulaymon akamni izlaylik. Shunday qilaylik. Hey, Gulnar, men berib kelayamsa. Yur adash.
Ana o yerga. Sulaymika! Sulaymika! Atqa qarab o'tibsiz-da. Sulaymika, ot beqishqa pamingiz bor ekan, Juma? Bu at kunda 4-5 kilo qo'noq yeydi. Shunga bugun ap chiqib o't qo'yib etdim. Ayol kishining to'lg'ini, otning bordalg'ini yaxshi emasmi? Sulaymon aka, kon yar beshidagi yana menga beramdikin deb izlab kelgandim. Uxlab tush ko'rgandek gap qiladi ekansan-ku. Men to'y qilishdan burun degan-ku, keyin to'y ishida aldirashib ketdim shu. Rost gapni qilsam, Tayir. Uya sana tegmaydi. Uyaning beshida o't qo'yib o't. Sulaymon aka, shu yerni Tayirga aytpasingiz umamdi. Tayirning nayt yaxshi planlari bor edi. U yerni Tayir olsa, atrofga obdan foydasi tegadi. Sizlar bundaq talışıvergan bilan mening uyaga tishim patmaydi. Bo'ldi, yuqori birnimi desin. Chop! Suv chiqmaydigan eski do'nglikni talishib qo'ysa, ajab adidan ashta bo'la. Bu ya yezlik hukumatning qo'lidagi chaqda suv chiqmaydi deb terimay oqtashlab o'tgandi. Hey, oladigan niyating bo'lsa, ching tur. U ya yaxshi ya. Planlaringni amalga oshira olaysan. Cho'qim olaman. Yo'lni bekalam. Yo'lni bekalam deyman bu. Qanday qilgan gap bu? Arvangizda bir yoq tortinglar. Xafa bo'lmang, mana hozir. İsmingiz nima? Meni bunchalar yod ko'rib ketmang. Men mush yezining muavin boshlig'i Osmon bo'laman. İsmingizni bilgim kelib qoldi. Ha? Ismim Gulnar. Mushi yezidagi Tayir Abdullaning ayoli bo'laman. Ha, Gulnar degan sizga-sizda? Tayir mush yezidagi eng chiroyli bir qizni ilib oldi deb anglagandim. Tayir yo'vash yigit, toza ta'lingiz ketdi jimi? Men mangay Osmon aka. Voy. Qaltis qizgansiz-ku. Uyingizga taklif qilaymi demaysiz, ha? Yangi kelinchak degan mushunda qo'lamda? Ha? Men mangay. Oy, Gulnar, balam mijazınız yo'qmi? Ha? Turing balam, asta turing balam. Astroq turing balam, turing. Bo'yingizni ba o'xshaydi, jinim balam. Azroq aram evasingiz, yaxshi bo'lib qolasiz. Ha, bo'ladi. Endi sen shundoq bo'lsin. Kiring. Ha, Osman, tez chiqma.
Yaxshi turdingizmi? Qani, o'tiring. Neymi ish bo'pti? Qapsalan jilg'isiga kelkun kelib, barliq to'smalarni buzib etibdi. Bugun ertaga Noillik hukumatdan to'smalarni to'singlar deb telefon keldi. Mo'shu Noil rahbarlarimiz qiziqki. Kelkun kelsizlar to'smini etinglar deydi. Yo bizga to'smini etkidak mablag' bermagan. Siz undaq desangiz bo'lmaydi. Noillik hukumatmi bizni har jihatdan qo'llayotmamdi. Yezi boshlig'i, sizli yezimizga boshliq bo'lib kelgili uzun bo'lmadi. Siz ba'zi ahvollarda tushunmaylar. Masalan, bizning eshakdek ishlaganimizni Noil rahbarlari ko'rib baqdimi? Shaxsan meni mukofotlab baqdimi? Biz toptani qilsak bo'lmaydi. Yezimizni taraqqiy qildirish uchun tabiiy boylig'imizdan foydalanib, holliq saviyaga yetish uchun izlanishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sizdan bu yeziga ma'un yezi boshlig'i bo'lganingizga xili yillar bo'ldi. Chekkan jafoyingizmi ko'p, boshqalarimizga qaraganda yiltizingiz cho'nqur. Bizning ko'p ishlarda hamkorlashishimizga to'g'ri keladi. Qanday ahvollari? Obdan turibdimmi? Ha, obdan turdim Sulaymon. O chaqirtmasam kelaymi demaysiz-ku? Yo'q. Undaqmi emas yezi boshlig'i. Mush yaqinning yo'q ishlarim sal aldirash bo'lib qilib, o'zlarini yo'qlab kelamadim sizlar. Xapimizda yezi boshlig'i. Ha, qani, o'tiring. Baq. Hey, xotin. Cho'k bilan piyola chiqa. Menmi mush bir yezini peqirtib ketyapman-ku, ha? Araq ichishga, o'ynashga, uxlashga vaqt chiqara olayman. Voy, yezi boshlig'i, sizlar buyruqni so'qib qo'yib, xotirjam o'ltag'im bilan dehqon degan gap anglatmoq osonmi, ha? Hamma japoni biz tortimiz sizlar, yezi boshlig'i. O'nchilikmi deb ketmang, Sulaymon. Hozir dehqonlarni aşağı haydaydigan gap yezi boshlig'i. Men bo'lmasam ular joylik qilib, hargiz bag'il unmaydi. Qani, nima topshiriqlar bor ekan shuni anglab boqay deb kelishim. Tinchlikmi? Choy iching. Rahmat. Ağaç otası. Sen chiqib, mavaraqdan bir botilka akirtagini. Ma'qul. Sulaymon. Bir haqiqatim siz bormisingizmi? Dehqonlar aşağı ketaverdi. Bugun mening azroq ishkim kelib qopti. Bir harumkidan ichib qo'yaylik, ha? Qani, eling. Sizlar bundaq degandikin, menga nima amal? Bo'pti, issak ishdiq. Bali. Bir yezi boshliq qopab sizni esh desa, moshini bilmamsiz. Birsi meni shundoq desa, beshim osmonga taqishadi. Sizlarga o'yin tomosha ozmi, ha? Xo'sh. Bali, yaraysiz. Sulaymon. Xo'sh. Mosh ikkimizning ilpatchilik qilayotganiga xeli uzun yillar bo'ldi, shundaqmi? Shundaq. Yoshirg'idek ishmi yo'q. Men hayotli bo'lsam, huquq tutibni to'sam, sizni mangu qanot ostimga olaman. Rahmat yezi boshlig'i. Qandaq o'ylaganlar bo'lsa, davaslar. Xizmatlarga tegaman yezi boshlig'i. Sizlarning osh qumdon kentida bir cho'konni ko'rib qoldim. U meni asir qilib oldi. Har qancha qilsammi, kallamdan zodili chiqmayotdi. Kimkan u? Sizni buncha asir qilib olgan? Toyirning ayoliman deydi. Ismi Gunnar ekan. Sizlar qiz cho'kan desa, o'lib birdigan yezi boshlig'i jumi, ha? Qiz cho'kanlarga qachon bag'rimiz qinib o'tgan, ha? Shundaq. Gülnar. Hay, Saniya. Qanday ahvolingiz? Yaxshirdingizmi? O'zingiz yaxshirdingizmi? Yaxshi. Gülnar, bir yerda turib faqat ko'rishamay yurimiz-da. Shu emasmi? Sizmi aldirash, men aldirash bo'lgandikin. Gülnar, qizingizga balg'a diqqat qilingchimi? Bunda chaqda diqqat qilmasa bo'lmaydi. Uyga qaytamsiz? Ha, qaytaman.
Sen bak o, traktörünü çaya girip topuk koy ha, olamdı ha? Tahir! Tahir tokta! Tahir! Tahir! Tokta! Mana ilqiyani berdigan o'xshamabsiz. Tosmunu tosib bo'ldik, ishmo tugidi. Endi biray yerimdan adiq chiqamandiq uka. Adiqni uyga berib chiqamandiq Sulaymon aka. Hey ahmaq ukam, uyga borgandan keyin bu ishlar bilan adiq chiqamdi. Men qara, men obdan bir so'rin tuzdim. Rasat bir o'ltirib kelaylik. Yur, mana. Sulaymon aka, ilqiyani menga berib versanglar bo'ladi. Sen mushunda hojatdan bo'lgandan keyin meni keynimdan maqmamsan. Shu Bo'ldi. Sal to'xtatib qo'yli. Naqshinimi anglag'ach, araqnimi ishgach o'ltirayli, ha? Shundaq. Sulaymon, araqingizni qo'ying. Ma'qul. Qani, o'ltirishimiz boshlandi, og'aylar. Ma'u birinchi rumkini yezi boshlig'ining hurmati uchun men ko'tarib o'tay. Xo'sh. Ukam Tahir, ma'u go'shtdan, samsildan og'ach o'ltiring. Aşağıdan yeni keldiniz. Qo'sqingiz-mi echib qolgandi. Qo'saq och bo'lsa, Elibeka haraq tutib ketadi-mi? Qo'saqni to'yg'izib o'yla. Yezi boshlig'i, men bu haraqni Qani, yezi boshlig'i, o'zlari keldi. Qiziq chaqchaq bilan bir ichmaslar. Chaqchaq deganni ichib qiziqganda to'kib o'tamiz. Qani xo'ja. Xaltsi yezi boshlig'ida. Qani Tayirovka, ko'pni bir ko'tarib o'ta. Sulaymon aka, men haraq ichamayman, men zo'rlamang. Bu ma'u yezi boshlig'ining oldida buyurmatlik qilma. Ala, isha. Sulaymon aka, men umrimda haraq ichib boqmagan. Burun ichmagan bo'lsang, endi ichmamsa, sen degan yigit-ku. Nimanda xurofiylik qilsa, ala? Bu xurofiylik emas Sulaymon aka. Men rost haraq ichmayman. Burun ichib boqmagan bo'lsang, endi ichib boqmamsa. Sulaymon, akalama. Ukam Tahir, mushu araqdan boshqa nim bor deysiz? Buni ko'ngil uchun-da. Mana qarang. Mana bu ko'sanning oliy darajalik araqi. Buni ichsangiz foyda qiladi deymi ukam? Ichib qo'ying. Yezi boshlig'i, mush araqni menga zo'lamagan bo'lsa, masaladan o'tib qolay. Ukam, men qarang. Avval mushuni ichib qo'ying. Avval buni qo'lingizga elib, nima gap bo'lsa, ondan demamsiz. Yering. Jinim aka, meni zo'lamang deyman. Men ichamayman. Avval bu piyonni qo'lingga al, ma'u yezi boshlig'ining qo'l tilib ketdi. Ola. Bale, ishning yo'li ma'u ukam. Endi bir gupni ko'tarib o'ta. Gapni ichmasang bo'lmadimi? Yezi boshlig'ining hurmati uchun bo'lsa-mu, birini ichib o'ta. Men sendan xo'shib qolay. Xotin kishidek noz qilmay, ko'pida ko'tirib o'tmamsa. Agar musharaqni ichib olsang, sen talashqa ya'ni berib o'tma. Nima? Tahirning tali bormi-ka? O'rlab beringlar tali bo'lsa. Eliqi Ko'nyar beshidagi yerni jiq odam talashdi. Bu ukammo ko'p gap qilib, beshimni og'ritib ketdi. Mundaq bo'lsa, mendan buyruq. U ya'ni Tahirga berib o'tinglar. Sulaymon aka, bu rasma? Qiziq gap qildi ekan Safkam. Yezi boshliq Osmonning har bir eg'iz gipi atgan o'q degina. Bo'ldi, berdi sana. Qani, shuni bir gupni ishibda. Xo'ja. Bale, o'g'il oldigan mundaq bo'lmamdi. Ostaq. Ayxon ana. Lamga nim bo'lgandi? Voy, nima sesqichilik bu? Voy, sharmanda. Eshak suydigini ichib kelsan-da. Hey, ko'zingni ochqina. Senmi odam bo'ldingmi? O'zingizni bismillah Ayxon ana. Tahir, Tahir. Astar. Voy, opa. Tahirga nim bo'pti?
Nem bo'latdi bolam? Eshakning suydugini ichibdi. Voy isit. Xalq olam oldida qandoq bir bosh ko'tarib yuraman. Özlerini besivasla appa. Tayir o'ngshalganda so'zlashaylik. Dadısının royunu qorundurup qıpşıga işini qarangla. Rahmetlik Abdullah'ın boğan bolsa şundaqmı qılmasdı. Men bundaq rasvaçılıqni köygəndin. Tuqqallarını öyi ketay. Nemi sətçilik bu? Nemi sətçilik? Ba. Cenim appa ondaq qılmasla. Tayirning o'rnida men sizlarga nomaqul bo'lay. Mundaqla ketib qolsa, tuqqallar bizni yomonlashib qopdi deb o'ylab qoladi. Tayirni mushi bir qatim kechirvasla appa. Gülnar. Apa, Gülnar qani? Kun tushkicha uxlasan, Gulnarsan qarab turamdi bolam. Gulnar allaqachon etizga chiqib bo'ldi. Senmize toza o'rin bo'lib ketding bolam. Gülnar, bu buğdaylarning hammasini o'rib olibsiz-ku. Ne bo'ldi sizga? Akilingga maqlay bo'ldi. Voy, akilingga maqlay. Demila. Gülnar, menimi undaq qilg'im yo'q. Qatori ichib qoldim shu. Yagim erishdim. Endi ishimsan bo'ldi-ku. Eng yaxshi so'roq ishmang. Bo'lmasa hammamizni xafa qilib qo'ydi ekansiz. Gulnar? Nima ishdi Sulaymon aka? Mundaq gap. Yezilik hökumətinin başçıları kentimizge tekşürüş kelmoqchi ekan. Ularni obdan kutib olmasak bo'lmaydi. Shuning uchun sizni bizga yordamlashib mehmonlarga tamoq etib bersa deb kelib edim. Lozimatli narsalarning hammani men tayyorlab ekib beraman, ha? Mak, ila. Boshqalarga desangiz o'ptikan Sulaymon aka, ishimiz aldirashdi. He, bundaq desangiz bo'lmas. O mehmonlarni kaskemas yak boshliqli bo'lmaydi. Hozir bizning sizlarga hojitimiz tushib qoldi. O'tganda sizlarning hojitinglar bizga tushganda kon yar beshlik, ya'ni sizlarga berdik-ku. Ha? Ilang afgan, ha? Ilang, ha? Ha? Shunday bo'lsin, ha? Undaq bo'lsa, bugungi sizlarning uyda, ha? Hay! Sulaymon aka. Hozir bir qism rahbariy kadrlarda aynib ketish, huquqidan foydalanib o'z nafsiga cho'q tortish, shirklashish qilmishlari intayin og'ir. Biz partiyaning xalq oldidagi inovatini saqlab qolish uchun oldi bilan pakt xizmatini ching tutishimiz, kim masala sodir qilsa, kim o'z huquqini qalaymaqan ishlatsa, shuni jazolashimiz lozim. Hozir noimiz tavasida bir qism kadrlar yalarni qalaymaqan egilib hukumatning mablag'iga o'y silish, emgak kuchi va qurilish materiallarini haqsiz ishlatish xohishi bakma og'ir. Yani bazı kadrlar hükümetin pulunu yap içişke ve oynab sayahat qilishga sarf qilmoqda. Ba'zilar bo'lsa parxo'rlik yo'li bilan beymoqda. Biz yuqorining yo'l yo'riga asosan buningdan keyin shiriklikka va parxo'rlikqa qarshi xizmatni ching tutib, yaxshi ishlashimiz kerak. Har qaysi yezilar buni aktiv qo'llashi, o'z joyida mas'ul ko'rilgan aman fosh qilib bir taraf qilishi lozim.
Qilmishi haqiqatan ig'ir bo'lganlar qonun bo'yicha bir taraf qilindi. Qani yo'ldoshlar. Hujjat yetkazilib bo'ldi. Buning qarta qanday fikringlar bor? Malik hukumatning hujjatini qo'llaymiz. Bizda masala bo'lsa, tuzatsak bo'ladi. Ig'ir masala bo'lsa boshqasoq bo'ladi. Yezi boshlig'i. Bayatdan sizlar bu materialni yetkazgan heliqi masala bizning bu yezida yo'q deb qarayman. Bu yerda o'ltagan kadrlarning hammasi pak diyonatli kadrlar. Yez boshlig'i Osman obdan gap qildi. Aramizda o'z nafsiga cho'q tortadigan, cheriklashib, tushkunlashgan kadrlar yo'q. Hammasi xalq uchun jon dili bilan jafoliq ishlayotdi. Unda kesib yetishib bo'lmaydi. Bizga ma'lum bo'lgan ba'zi inkoslardan qaraganda, yezimizda masala oz emas. Yo'ldoshlar bir-biriga chapon yapmasligi kerak. Mimallah, ağaç oturunlar. Hayır Cafka, bugün qattiq yaşaymiz. Obdan içimiz. Qani, içe. Mushu aroqni ichmayman deb yana ichdim. Sulaymon aka, nima ishqa ichdim bilamsiz? Bilmem. Sizlarning hurmatinglar uchun ichdim. Ay, hech kimga bermagan yani sana berdim. Şunun hurmati bo'lsin ishlamsa. İçe. Xo'ja. Yezi boshlig'i. Xo'ja. Tayir ukam. Ichib qo'ya birani, ha? Ha, xo'ja. Xo'sh. Ha, vah. Zikir. Tayir. Hey Tayir. Yezi boshlig'i. Mekilinglar. Sizning hurmatingiz uchun bu Tayir buni yana bir içmesin ha. İçe. Ha, xo'ja. İçe. Yaxshi. Yaraysa. Nimandaq içiversiz? Yezi boshlig'i zolab turib olgan ekan, ichmay qanday qilaman? Ağzınızı zorlap koymagandı. Haraqni o'ligidek içip, opamni mi ketkizib ettiniz? Elinglar. Ağaç oturunlar. Qani, ağaç oturunlar. Babağa, tanrısı oynaylı. Ben tanrısı deganini zodi bilmayman, yezi boshlig'i. Bilmayman degan mi gap mi? Bilmasangiz o'rganasiz emasmi? Qarang, av xotinlarni o'ynab malaq bo'lib ketdi. Sizning ash xotinlardan qovchiligingiz bormi? Ha? Keling, o'ynaylik. Turing, turing. Bilmasangiz men o'tib qo'yman emasmi? Gunnar, siz haqiqatan chiroyli ekansiz. Tayirga zoyi ketibsiz. Ham yog'ida qizgansizmi? Undaq satlashmasa yezi boshlig'i. Hamma qiz cho'qonlar shunday qildi-ku. Mening ko'zim tushdimi? Taliyingizning kagini shu. Sizlar yezi boshlig'i turib, mushundaq gap qilsa bo'lamdi.
Men hammani bilaman. Hamma ishlar chiroyliqcha bo'ladi. Men qonunni bilaman emasmi? Sizlar bak qo'rqinchli odam ekanlar. Meni qo'yivasizlar. Tahir, hey Tahir. Sizmi er kishimi? Turing o'rningizdan. Turing. Siz mening gapimga kirsiniz. Menga rahat turmush kechirsiz Gunnar. Yo'ldoshingiz Tahirmi? Oshadin turli siliqlardan xoli bo'ladi. Men sizlarni qanot ostimga olaman. Men sizga ko'yib qoldim Gunnar. Men Yana yaqin keldigan bo'lsa boshlarini chepib o'taman. Bunchalik qilib ketmang Gunnar. Bu yeza texi mening olqinimdan chiqib ketgani yo'q. Men deginimni qiladigan odam. Hamon bir kuni mening oldimga kelib tizlanmag'ingizni bir ko'ray. Gidaydigan gapim bor. Ay, nima gap o'zi demamsiz? Bo'yimdan ajrab ketdi. Nima? Gunnar, bu rostmi? Akşam kechida shundoq bo'ldi. Emmini qilgan mushi necis haroq. Mening narimnimi o'g'il o'li degan olsun. Canım Tahir, ben sizden pek ensirab ketyapman. Siz o'zgarib ketasizmi? Gunnar, bana işinin. Ben sizni mangu suyman. Hadiçem. Hadiçem. Manemi? Sizmi odam aldashni o'rganibsiz a? Özlerden aylansın, yezi başlığı. 2 saat boldu silini saklap öyley dedim. Başka şeytanlar ozdurup ketmegendi. Bana siz bo'lsangizlar bo'ldi. Boshqa odamning keragi yo'q deyman. Voy, hazır şındaq deyla. Ertegin kim bildi o tiyxi? Bana işinin Hadiçem. Men sildim bir işini sorap bakay. Reşitning iştatini qachon alqib berla? Yaqindan beri shunda qo'rqib ketyapman. Agar o'shikimizning ishini bilib qolsa, o'ltirib yetishtirganmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Men aqlim bilan ish qiladigan odam. Men Reşitning ishtatini cho'qim hal qilib berma. Ha? Tahir Cafka, sola şaplı ketipse, akşam qaroq ziyon qildimi nima? Qo'ying Sulayman aka. Odam qaroqni shundoq ichirib o'tamsiz. Kechining yoqi beshim og'rib aralib qoldim danga. Asta ko'nib qolsa afka. Bizmi 20 yilning yog'i ichib beshnimi bo'lmadik-ku, ha? Qasam qildim. Bundan keyin aroq degan narsa ikkinchi og'zimga olmayman. Aras, eliq Konya beshlik yerga bir narsa terimi qalsa? Yo'q. Terimig'ini yaxshi bo'pti. Raskatni qilsam, biz sendan u yerni qaytirib oldigandek qilamiz. Bu nima gap? Men u yerni 3 yillik setib olgan tursam, yana kelib sizga to'xtami bor-ku? Biroq ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu yezliq hukumatning o'rlashtirishi.
Oşu 20 oyagımı yezlik hükümet alışam diken. Ben o yaga köp acır sındırgan tursam. Bu mening ishim emas Fuka. Mendan hergiz ranjima. Biroq u yerdan umidingni uzmasang bo'lmaydi. Sağan emgek küçüm. Xəzgə pulumdan həmisi vaz keçəmdim. Adamda bundaq bozaq qılan barmı? Və tüzgən toxtab qəni həmisi. Wang Shuji viloyatlik partiya maktabiga o'qishga ketdi. Barat Shangjang ichkariga 1 oylik tekshirish ketdi. Bu yezining xizmatini mening vakolatan ishlayotganligimni hammanglar bilasizlar. Bu yezida mening gapim zodi o'tamdi, o'tmamdi. Har bir kentdan 5 daldan yog'och, 2 dan odam chiqarishga kuchanglar. Bo'lmasa sizlarni qandaqmi kent boshlig'i degili bo'lsin. Yez boshlig'i. Biz ilgari noyidki boshliqlarning uy silish ishlariga yaxshi yordamlashdik. Ularmi bizdan rozi bo'ldi. Endi kelib bu boshliqlarning tuqqanlari uchun emgak kuchi, yog'och material chiqarish bizga haqiqatan tez to'xtaydi. Bizni tor yo'lda qistimizlar. Yez boshlig'i. Bizning kentimizmi shundoq. Kentimizda kaskidak bir atal yog'ochim topqili bo'lmaydi. Bu yog'ochning hammasi so'g' salamga ketib bo'ldi. Endi emgak kuchi masalasi kelsak, bu texim mumkin emas. Moshundaq aldirash chaqda dehqonlarga biz mushu gapni deydigan bo'lsak, bizni urushtirib yanmaydi. Bo'ldi. Hammanglarni bilib qo'ydim. Sizlar menga qarshi chiqmoqchimi? Sizlarga bu huquqni kim bergan? Ha? Yezi boshlig'i Osmonning fikri to'g'ri. Men qo'llayman. Bir kentdan 5-6 talda yog'och chiqaramsak, bu qanday bo'lg'ini? Yezi boshlig'i Osmon, bu yog'ochlarni men o'zim ishlataman da'vatqini yo'q-ku. Yez boshlig'i. Ha. Sizlarga deydigan gapim botdi. Nima gap? Sizlar buyurib bergan hilqiyani Qumdan kenti hech sababsizlik tatolmoqchi bo'lyotdi. To'xtamnimi bekor qilmoqchi. Shu sizning oldilariga kelib edim. U yana qaytarilishni men aytgan. Qanday gaping bormi? Bu nima gap yez boshlig'i? Men sizlarga nima yomonlik qildim? O'zining normalik yerini terisanglar bo'ldi-ku. Yer chetilib teridiganga nima haddim? Ya'ni to'xtam bo'yicha sotgan tursa, men u yerni tajriba etiz qilay degan. Kentga foyda yetkazatdim. Yerlarni setish, qaytarilish bu hukumatning ishi. To'liq otkachilik qilmay yo'lingga manga. Sizlar qandoq ishingiz kel degandilar. Men sizlarga tog'dak ishini kelsam bu to'g'ri. Men shundoq degan. Lekin hozir niyatimni yenib oldim. Azroq et, azroq. Ziyon qiladi juma. Nimishqi meni ahmoq qiladi. Nimishqi meni ahmoq qiladi deyman. Hey, Gulnar. Ha, apa. Apa. Nima qilib yurisiz bola? Nemishqi gapimni anglamaydigansiz? Qanday qilaman, apa? Bug'doylarni o'rib bo'lanmidiq. Vaqtida o'rib olmasak bo'lmaydi. Jenim balam, o'zingizni o'zingiz aymasangiz bo'lmaydi. 10 tug'utdan bir tushik yomon deganni anglamaganmi? Bir necha kun obdan dam elib, ondan chiqing. Bo'lmasa keyin tug'utingizga ta'sir qiladi, balam. Xotirjam bo'sla, apa. Avaylab ish qilaman. Ha. Bu günlerinize.
Oycan! Oy, yavşık etti. Kimdi o? Voy, bu Tahirken o. Tahir. Hey Tahir. Tahir. Bu zahmenga o'xshaydi. Ko'tarib qo'yadi. Bulan. Gulnar, qanday ahvolingiz? Gulnar, qarab qo'yaymi demaysiz-ku? Men sizga nima yomonlik qildim? Nima qilganingizni bilmayaptamsiz? Yerning masalasi kelsak, bu mening ishim emas. Yuqorining o'rinlashtirishi. Shunga shundaq bo'lgan. Hozir yezi boshlig'i Osman o'chilishni yerdan boshlayotidu. U xiyolida mushunda qilsam meni yalvirib oldiga bordi deb o'ylayotidi. Yani bamiz chekisiga tansin. Jinim singlim. Men sizni nihoyat obdan tushunaman. Biroq bu gapni Tahirga hargiz deb sanmang. Bo'lmasa uyinglar buziladi. Mendimi amal yo'q-da. Agar qildiganni qilmasam, yezi boshlig'i Osman meni ishdek talaydi. Bir necha kun bo'ldi. O'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, yaram bo'lib ketyapman. Sizmi-chu? Yezi boshlig'i Osmanning gapi kirgan bo'lsangiz, bu ish yo'q. Nima deyapsiz? Sizda vijdon degan narsa bormi yo'q, Sulaymon aka? Mushundaq gaplarni og'zingizga og'icha ulib olsangiz bo'lmamdi? Siz ish bilas. Xap to'xtab tur qanjuq. Men seni rasvo qilib, mushiyada turuqsiz qilib etmaydigan bo'lsam, Sulaymon bo'lmay ketay. Opa, kellama. Balam putuning og'riq qandig'iroq. Xil yaxshi. Kesla opa. Nega yurib kelding, opa? Kagilik bo'lsa, bizga kagil turdi. To'y qilmasning oldida bir obdan balitdan. Qachon to'y qilding, buzilding. Canım balam Tahir, sen mening yurak param emasmi? Nemishqa bundaq opangni xafa qiladigan sen? Opa, putum sunib ketdimikin, bek og'rib ketyapti. Balam, ko'nglingga kasmo dey. Gulnarning oyig'i faqatli yarashmadi. Gulnar kelgandan beri qo'zili qo'yimiz bo'g'ilib o'lib qoldi. Qo'sig'idagi 2 oylik bola tushib ketdi. Sen eshakning suydigiga ugunib olding. Jinim balam, sen qandoq Tahir'din? O'ylab baqa. Opa, Gulnarda gunoh yo'q. Uni ayblasang bo'lmaydi. Sen uningda kelini hech nardan topamaysan. Yana bir odam o'ltirangchi, yez boshlig'i.
Bugün azraq işim vardı. Ben yeni kelim emasmi, ha? Endi kesimiz qachonliq kelisiz? Ay. Ben yana 3-4 günlükin kelim, ha? Apınmaysız ha? Ay vallah. Bu. Reşit! Osman. Oh etlas. Reşitkan, ben... Namazsız. Ben seni öldüreydim. Reşitkan, ben bunda kıldığın adam emesdim. Fıkam, bu... Senin hadisili meni elektrik istansiyasiga haydaydiganligingning sababini endi bildim. Osman, sen tuzumni yeb, tuzligimni sepsan. Sening naringmi yezi boshliqiga o'xshasin, ha? Reşitkan, ben izip deme. Ben senin iştat meseleni әтілі hal qilib beray. Degende ishxonaga borgan, ha? Meni qo'yib etgan Fıkam, xo'sh olay. Men 10 yildan oshdi. İştatimni hal qilib bermading. Men seni o'ldirib etaman. Reşit! Aslında seni gören gözüm yok. Öldün yok ha. İki balının yüzünü kılıncını Reşit. Ben eziptim. Ey, sen neymiş ki balların yüzünü kılmaysan, ha? İyi de, beni neymiş ki aldaysan? Aldın ettimem. Beni kaçırın Reşit. Ballarının yüzünü kılmaydıgan bolsan, seni öldürüp ettim. O namussuz, közümden hazır yok ha. Qanday ahvolingiz Gulnar? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rinmaysiz-ku. Sizni izday deb turatdim. Tag'am og'rib qopti-ku. Shu yerga berib keldim. Hey, Tahir ko'rinmaydi-ku. Uyda yotadi. Nima bo'pti? Üç dört kun bo'ldi. Atrat heliqi bizga bergan yana tatib olibdi-kan. Şunun açığıda Tahir haraqni o'lgidek içip qaytib kelishida velosiped bilan yodin tushib ketibdi. Ha? Ahvol ig'ir emas-ku? Dastlabda mastlikning alomatimi og'irgandan kepini qilmagan. 2 kun bo'ldi. Belim putum og'rib ketyotdi deydi. Badanning ichi tarpi zaxmiyib qoldimikin deb ansirab ketyapman. Yani ilvamamdı. Şunu oğum şunç kapılış ketemdi. Bomuz unzavut kursun. Yezimizde unzavut yok ku. Tahir'e burun mu? Şundak dep meslet bergen ben. Tursun, siz Tahir'ning yaqin og'inisi. Onunga nasihat qilib qo'ysangiz. Tahir haraqqa berilib ketyotdi. O hozir burunqi Tahir emas. Xuddi men kelin bo'lib kiribla Tahirni buzayotgandek opamni meningdan xafa bo'lib tushirayotdi. Aygül! Nemish bo'ldi Sulaymonka? Rasma? Ras olmayçı, işenmisangiz berip qarab topamsiz. Hey, Aygül, uyga borganda bor, mening ismimni hargiz chiqarib samoqchimi? Vuras vala. Günler, turmuşda igiz bas işler bop turdu. Bu işlarni sizden köz bo'lmaydi da. Men Tahirga nasihat qilib qo'yay. Vuras vala. Aygül, siz Ko'p kunduzda apaq-chapaq bo'lishdan noz qilsanglarchi? Aygül, nima deb juylayapsiz? Texman joylabdimanmi? Tursun, asli siz Tahirning og'inisi emas, Gullarning og'inisi ekansiz-da.
Aygül, odamga qarchaplamasangiz-chi? Qasam qilaman, Tursun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Tek münasebeti yokmuş. Xalqning oilasini buzg'icha ezilib o'lvasangiz-chi? Ko'p kunduz buzuqchilik qilishib. Aygül, zuvaningni jiq bo'lmasa miyangni qitig'ini chiqarib yutaman. Xat to'xtab tur Gulnar. Bu rasvochilikni butun mahallaga yetkazgan bo'lsam. Aygül! Ağzını jum deyman, bu iflos. Bugündən rasa oxşidi. Həmin Allah'ını yıqıb oğul bulamı? Yıqıb oğul bulan sizin tüyüç minin taya oludu. Əsirmaqlar, həmmisi yıqıb oğul olur. Hey, anladыңlarmı? Bizning yezdi bağı kişinin ayaqla hayran qaradak bir xabar taqılıbdı. Qanday xabar? Voy, Mavu Tursun bilan Gulnar bağı tutulub qapdı. Voy, nədə? Voy, texi, Aygül öz qolu bilan qonaqlıqda tutuvyaptı. Tavba qildim, tavba. Gulnarning bundaqmı hünər bağlığını oylamaptım emasmi? Gulnarning atdagi qarisiga o'qaqning eriga qaraydigandek emas. O'ylim qayadan chiqibdi-da u. Shu emas. Tavba. Gulnarning qochidagi oshni yeb turib, qazon qaraydigan hünər bağlığını oylamaptım emasmi? Gulnar bilan Tayir to'y qilgandan beri nayti inoq ijil bitadi. Uqishmaslik bo'lib qoldimi ya? Ishonmaysizlar? Voy, texi Aygülning o'z og'zidan angladim. Aqdı. Ayxacha? Qandaq ahvollari? Tinchlikmi? Tayir yaxshi bo'lib qoldimi? Ay, nədikini deysiz? Kündün kunga og'riqi adab ketyotdi. Tayir xil obdan odam bo'lgandi. Qachon to'y qildi, shuningdan keyin u o'zgardi. To'g'ri dedingiz, Sulayman. Balam oltinga bagitsiz bo'ldi. Gulnar kelin bo'lib oilamizga kelgandan bo'yan bizni nasvas qilib turdi. Men mo'mu shu gapni deydab turgandim. Kelinlarga obdaroq ko'z quloq o'sli bo'lg'idak. Uning oqidan ba'zi so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Nima so'z cho'chaklarkan u, ha? Ish qilib, kelinlari ancha durust ayol emasdek qiladi. Voy sho'rimay, shuningga bizning oilani nasbas qilib turibdi ekanda. Chiroyli to'g'apa yo'q deb men bir yaxshi kelinga erishdim deb xo'shalab yursam, men rasvochilikni qaramamdigan. Ayxacha, bunda xapib ketmisizlar. Bo'lmasa men xijlab qoladi ekanman. Qani, bir mezgil sinab baqmamla. Koş. Voy balam. Neymiş bu balam? Nim bo'ldi? Tura. Gulnarning nima qilgan ekan? Mening holimni bilib turib qo'ylarni qo'yib etibdi. Tura balam, tura. Mush kunda Gulnar haddidan oshqilib turdi. Sen Gulnarni obdanroq boshqarib qo'ygan balam. Xotiningning ko'zi qaraverib bo'lgan ahvoling mushu. Nayiga kirib, doktorga obdanroq ko'rinib baqqan, kesling yomoniga aylanib qolmasin balam. Gulnar sana kuyinmagan bilan men sana chidamayman o'g'lim. Appa, sen Gulnarni ayblayvermagina. U elimi etizning uyning ishini qilyotdi-ku. Men ama gapimni anglab qo'y, jenim balam. Gulnarga obdanroq ko'z quloq bo'l da'vatim. Nima da'vatsan? Qandaq ahvollari obdan turyotamla. Keling Sulayman. Ko'zlardagi ko'k texchi yo'qolay demapti. Ha, shusmi? Qerishqandek bu ko'kmi yonmayotdi. Ha, o'tiring. Ha, baq.
iz başlığı. Eliqi rish degan lükchakni soqchiq tutib berib yaxshi qilajimi? Hammani qilgan ash resh degan xotin taloq. Men endi uni xizmat masalasini hargiz hal qilmayman. U meni nima qila oladi ekan qani? To'g'ri, shunday qilish kerak. Ata muavin Sidiq hokimning o'g'lining to'yi. Sidiq hokim bo'lsa bizning oq terigimiz. Men boramaydigan bo'ldim-da. Sizlar ati u to'yga bormisizlar? Muavin Sidiq hokimning cho'qim ko'ngli keladi. Mening ahvolim mushundaq tursa, qanday para olayman? Ma'u pulni Sidiq hokimga siz yetkazib bering. Agar u meni so'rab qolsa, og'rib qoldi desangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, sanimisingiz bo'ladi. Shu 3000 so'm pul. Ma'qul. Eliqi Gunnar degan cho'konni ko'rib turyotamsiz. Ajabmi bir tarsa cho'kan-ku u. Mushu ahvolda turib, yana qiz cho'kanlarning gapini qilib o'tamlar. U bir ko'zlariga mo ko'kchib qolmasa yana, ha? Men texi yana tatib olsam, u cho'qim oldimga tizilib keldi deb o'ylagandim. Biroq u kamidi. Endi uningdan davomli o'ch elish kerak. Yizi boshlig'i sizlar undaq deydiganlar. Haq mening orqamdan tillayotdi. Hatto orqamdan bo'layotgan gap so'zlarmi oz emas. Yuzimdan yuzimga yizi boshlig'i Osmonning g'altisi deyishyotdi. Deyxan haq degan nimani demaydi deysiz? Maydingizni egiz ko'tarib ishlayvermamsiz. Haddidan oshqonlarga mana men o'zim tetayman. Rahmat, yizi boshlig'i, rahmat. Hey, adash, bu yerda nima ish qilyapsan? Bir yer uchun mushunchalik urib ketishning nima hojati? Boshqa ish qilsang bo'lmadimi? Aka araqni. Nim bo'g'ini shunchalik araq ichsan? Sen mening ishimga aralashma. Nima qilishimni o'zim bilaman. Sana nim bo'ldi? Nimandaq menga to'ng tegisan? Tursun. Senin ayağın bile zaten ne münasibetin var? Nime? Tahir, ben... Sen iflasını kören közüm yok. Yok al! Günler bile benim hiç kandak münasibetim yok. Aygül degen kar yüz, işkimizge kar çapladı. Aygül o kar çaplısın. Meheldikiler ço. Meheldikilerin közü korma. Hey iflas! Tahir, beni koyuver. O namussuz! Tahir! Bana! Apa, aşısla. Hayır, eşinizle işçi verin. Hayır, işçine. Tahir, eşiğe çivin düştü. Onu işkil olmaydı. Apırıp tüküvet.
qiladiganni qilib bo'lib, ko'zining yeshini oqqizayotganini qara. Men sana necha qatim dedim, er kishi degan xotiniga tumurini tutqizib qo'ymaslik kerak deb, bo'lmasa bo'yniga minib oladi. Ko'nolarning chiroyliqda vafo yo'q degani rost gapkan. Bu eskida chiroy bo'g'ini bilan vijdon yo'qkan. Bo'ldi qila, apa. Gulnar bilan Tursunning munosabati bor yo'qligini men cho'qim aniqlayman. Uni ayblayversang, bizning turmushimiz buzilmamdi. Hey, bir yumlabli xotining tarafga o'tib olding-a? Onangni o'ylab qo'yjimi? Meni nima qildaysan, apa? Elimiz sening gapingga kirib Tursun bilan azarlashib qoldim. Gullarni haydab o'taymi ya? Men keslimning dardini tortimanmi yo sizlarning xafalig'inglarni tortimanmi? Gulnar rost rasvochilik qilgan bo'lsa, men qarab turmayman-ku. Voy, o'ltirib ketibsiz-ku. Xiyolingizga yana kimlar kelyapti? Qig'iliqni qilib bo'lib, yana meningdan so'ramsan? Sening kasopatingdan Tayir bilan azarlashib qoldim. Kunlarmi tuhmat kuchirdi. Bilamsan, Tayir menga shunday ehtiyojli vaqtda senizi. Endi ularning bo'siq-siq dasaydigan bo'lsangiz, siz bilan obdan bir hisoblashman. Gulnar o'zining chiroyiga bak ishnib ketib, ko'ranlab ketgan-da. Eri haraqkash bir zambil to'qilib yotdi. Og'zingni yum. Sening kundashliging qachonmi tuga? Mening Gulnar bilan hech qanday ishim yo'q. Agar aytib berib Gulnardan apul so'ramaydigan bo'lsang, meningda ko'ngilingni ko'rsan. Nimandaq yig'laversiz? Gulnar, bu yig'laverganimda bir ish olmaydi deyman. O'z vaqtida siz meni yaxshi ko'rib to'y qilgan edingiz. Endilikda siz xalqning fitna-fasotlariga ishonib ketyapsiz. Opam menga ishonmay, yomon ko'z bilan qarayotdi. O'ylab beqing, Tayir, men ashunda rasvochilikni qilamanmi? Test qurgan oilamizni buzamanmi? Opamga ishonmasin, siz menga ishonmamsiz, Tayir. Jinim Tayir, menga ishoning. Rishtikan, turmadan sağ-salamat obda yenib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Sizning xizmat ishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashgan. Bugun berib o'ydikilaringiz bilan obdan bir ko'rishib keling, ha? Nomus qilmay qilayotgan gapingni qara. Undaq paskini xotin bilan-chu, o'zing o'tib o'tdi. Odam emas hayvon. Sen meni az bo'lsa qildingmi? Osman, aldirmaydi. Men sening ustingda cho'qim arz qilaman. Bu dunyoda ba'g'u qonunning borlig'ini unutib qolma. Haqqoniyat degan hamon haqqoniyat. Bildingmi? Ustingda cho'qim arz qilaman hayvon. Fukami, doktorni bu Məldiki qıqlarının ağzını itibaqılı bo'lmaydi, Gulnar. Söz cho'chaqisi qilavermamdu. O'zingizga oq bo'lgandan keyin beshingizni ichingizga tiqib yuravermamsiz. Undaq deganingiz bilan Tayir menga ishonmayotdi. Opamni o'shmanlik bilan qarayotdi. Ular bo'yimdan ajrab ketishi bilan qo'zilib qo'yning bo'g'ilib o'lib qolganligini, yana o'sak gaplarni bahona qilib menga oromchilik bermayotdi.
Yuragim datalamga to'shib ketdi Soniya. Nima qilishimni sodi bilamadim. Egisi yo'q deb meni mushundaq bo'za qisib bo'lamdi. Tayir sizni shundaq yaxshi ko'ratdi-ku. Tayir bo'lsin sizni tushunishi, xalqlarning so'z cho'chaklariga ishonmasligi kerakdi. Haq degan ba'zida sarong bo'ladi-jumi, xalqning gapiga kirib bir chiroyli ayolga azor berginni. Tayirga shuncha yig'lab tushundirsammi, lamjim demay turib-atdi. Qaraganda opam uning beshini pek aylantirib ketayotgan o'xshaydi. Hozir har ikkalisining muomalasi menga yaxshi emas. Tayirni Urumchiga olib davoldiman deysiz. Mushunda qilib yursa, u yerga bermisiz ranjdarmi? Bilmayman Soniya. Balkim o'ngishilib qolar. Doktorxonada davolanadigan pulni tayyor qildinglarmi? Uydagi kala qo'ylarni sotdik, yana bir muncha odamlardan qarz oldik. Bu pullar yetamdi, yetmamdi, hozircha bilmayman. Gulnar! Gulnar! Gulnar, o'tganda to'sma-to's qilsizlarning oiladan odam chiqmadi. Qoida bo'yicha 100 yen jarimani to'laysizlar. Tayirning kasal ekanligini bilasiz. Urumchiga davolat qilib boradiganga tayyorlik qilyapmiz. Uyda boshqa odam bo'lmasa, kim boradi? 60 yoshli opam boramdi. Buning bilan mening chatig'im yo'q. Bu degan tuzum. Pulni cho'qim to'laysizlar. Hechib haddidan eshib ketdik bu g'alcha. Uyingizning ahvolini bilib turib. Tursunning ayoliga mushi ish plas berib chiqimchilik qildi ekan. Opamga mushi yetkazibdi. Hammani keyin bildim. Yeyib turgan bilan ichida zar qaynaydigan, niyati intayin yomon ish plas bir nima ekan bu. Mening ustimda nima ish xusus cho'chak taqtidig'ini hozirgacha bilamayapman. Bu Voy, Rashid, stolish o'rnidan qaytib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Qiziq bir piyola choy damlab chiqay. Qani, o'tiring. Hey, to'xtag'ina. Men seni haydayotgan-ku. Nima deb keldingmi uyga? Voy, yuzi qilin. Odammisan? Numus qilma yana keldingmi? Yo'qlayamam. Mendan o'tgan bo'lsa, meni kechiring, Rashid. Ikki bolaning yuzini qilib bo'lsimi, yaxshilashib qolaylik. Endi o ishlarni Egizimizga almagan bo'lsangiz chinin Rashid. Xotirjam bo'l. Men sen bilan uy tutmayman, bildingmi? Men sana dedim-ku, yo'qol deganki yo'qolmamsa. Yo'qlayamam. O'tinib qolay. Bolalarimizni o'zimiz boqaylik. Bundan keyin undaq ishlarning yuz bermasligi va'da beray. Chinin Rashid. Bolalarni yetim qilmaylik. O'tinib qolay. Bo'pti. Bolalarımның yüzünü qıp olsunmu bu ölsan qalsın. Bırak, ben ketaman. Rashid, meni tashlab ketma. Rashid! Ben ishkini iching. Kim? Avval ishkini iching deyman. Yezi boshlig'imisiz? Ha. Nima ishingiz bopdi? Avval ishkini ochmamsiz. Kon otlar qo'zg'alib sizni izlab keldim. Meni qarshamamsiz, ha? Chiqing. Siz behyusiz odamkansiz. Meni bir muncha bola aqtiq qo'yib, pakechi deganni deb keldingiz. Men sizni deb ailemni vayron qildim. Chiqing. Siz meni yaxshi ko'rmamsiz? Siz meni rad qilyaptamsiz? Chiqib keting. Siz yana meni aldamoqchimi? Meni yana mushunda ishtosliq majburlaydigan bo'lsangiz, ustingizdan arz qilaman. Yo'qoling, chiqing. Bu rasvo qonjoq.
Seni ikkinchi izlab keldigan bo'lsam. Tahir! 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 Ha, nim deb kelding? Sizlarning etizlikdagi qo'noqlikqa bir skalasini qo'yib atgan o'xshaydi. Bir munchani nabod qilib yetibdi. Shuni deb qo'yay deb kelgan edim. Toza, yaxshi vaqtda kelibsan. Sen Tahirning shunday yaqin og'inisi turib, ashundaq rasvo ishni qildingmi? Hey, seningda vijdon degan narsa bormi? Undaq so'zlarga ishonmaslar Ayxon ona. U degan to'kmat. Ko'nalarning qo'sg'ongning og'irg'umisa tavuz ishni qo'qma degan gapi bor. Bir-birimiz bilan azardishib nima qilamiz? Shamol chiqmasa, daraxtlar shimaydi. Bir ish bo'lmasa, bu gaplar chiqamdi. U degan to'kmat Ayxon ona. Hey, to'la ko'zimga sat ko'rinmay, yo'qlar bu yerdan. Ayxon ona. Qanaqa avvaldir, obdan turib o'tamlar. Yaxshi. 2 kun bo'ldi. Hech ko'rishamadik o'zlari bilan. Yeningizga 2 qitim odam evassam kelaymi demaysiz, ha? Yo'q, unday emas, izboshlig'i. 2 kundan beri bak aldirashib qoldim. Sizlarning eli tog'dagi o'riq qo'ylarni sotadigan ish qanday bo'lib ketdi? Tog'dagi qo'ylar o'riqlab o'lib qolib turibdi. Shunga setib deyildiyapmiz. Nəhayət yaxşı. Sizga gapning ochiqini qilay Sulayman. Mening navri inim qo'y bodab sotmoqchi ekan-toq. Aşı mallarni mening navri inimga bergan bo'lsanglar. Bo'ladi, izboshlig'i. Sizlik bermagan qo'yni kimga beramiz deylar? Anlasam bu qo'ylar bak o'riqkan. Har birisiga 100 qo'yni hisoblaganda jami qancha qo'ydi? 120 tuyoq. O'g'illik pulni akib berib, mallarni olib ketaylik, ha? Bu izboshlig'i bu. Nima bo'ldi? Shunchalik ishqimi tishingiz patmasa, sizni qandaqmi atraf boshlig'i degil bo'lsin, ha? Xotin kishida g'idingchimay gapni putun qilmamsiz deyman. Meningcha bo'lsa-ku bekag'ili berib edim-a. Biroq ular mening aqlimdan arz qilishdi. Azroq pul ketib baslar. Voy. Mush gaplar og'zingizdan qandoq chiqdi, ha? Sizga bu huquqni kim bergan? Meni to'g'ri tushansizlar, izboshlig'i. Men sizga umrboyat sodiq izboshlig'i. Quruq gap. Siz men topshirgan ishning qaysini qilib baqdingiz, ha? Qachon meni rozi qilib baqdingiz? Men birdan-bir shu kunlarni sizga to'g'rilab beramadim, izboshlig'i. Undan boshqa qaysi ishlarni qilamadim? Sulayman, men bu yerga ata-aytan shu qo'ylarni olaman deb kelgandim. Mening shunchilikmi yuzim yo'qmi? Bo'ldi. Olmoqdimi? Izboshlig'i, xapomislar. Bo'ldi, men siz deganga beray. Bo'ldi. Nertiring, ha? Izboshlig'i, xapomislar. Men sizni bundoq gap qilar deb o'ylamoqdiganman. Ma'qul desizlar, izboshlig'i. Xapomislar, chiroyli qiz-cho'kalarni chaqirib, toza, fayzi bir o'ltirishni o'rinlashtirib beray. O'zdirmi, ayol kishini seqinib qolganlar yaxshi, ha? Shuslar. Shuna qilaylik. Shuslar. Tursun, keling choy ichimiz. Tursun, xafa olmang. Sizni bekorni ayblabdiman. Qarab turib Gulnarg'im tuhmat chaplabdiman. Gulnar aslida men o'ylagandek qiz emaskan. Hamma xafalig'ini tergan oshu Sulaymon degan g'olchikan emasmi? Siz tushungan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Aygul, Gulnardan apu so'rdingizmi? Men Gulnarga yuz kelmayman. Aslida men Sulaymon degan yilgarning domiga tushib ketibdiman emasmi? Tursun, men atil berib Gulnardan apu so'ray, ma'qulmi? Qani choy iching. Voy, Aygül balam öy kirmeyli menipsiz-gu. Ayxon ana, men
Gülnardan əpu soray deb kelib edim. Nimaga? Ayxon ana, men Sulaymonning gapiga kirib, Gülnarning diliga azor beribdiman. Shunga bu qilgan ishimga meni kechirvasizlar ana. Gülnarga əpu sorab kelganini deb qo'ygan bo'lsizlar. Xo'sh, men mangay. Yezi başlığı, unchuna xafa ketmaslar. Yezi başlığı barat degan u g'alchaq sizlarni hech nima qilolmaydi. Sizlarning degan noyda oq teraklar bor tursa. Oq teragim bo'lgan bilan ish haqning og'ziga chiqib qoldi emasmi? Hamma ishni buzdingiz. Menga nima amal yezi başlığı? Dehqon haq jim turg'ini bilan mungizi ishdik emasmi? U qo'ylarni boshqa birisiga sotdiq desingizlar bo'lmadimi? Nima deb mening chavim chiqdi deysiz? Yezi başlığı mening gapimni bir anglab boqmamsiz. Menda hech qanday gunoh yo'q. Dehqonlar yuqoriga arz qilib emasmi? Abdunum rayonidan kelgan xizmat atirti bilan ma'u nolik inson tekshirishkilar meningdan bek surish chiqib ketyapti. Men ularga qandaqmi yolg'on so'zlayman? Xotirjam bo'lsizlar yezi başlığı. Dehqonlarning bundaq arz qilishi necha qitim bo'lgan-ku? Na, kepi. Shunchalik ishni qamlashtiramagan. Yezi başlığı bu ishmi o'tib ketdi. Uchimizni ravrs oladigan paytmi yetib ketdi. Bu ishga unchalar achchiqlab yurmay. Jusslar yezi başlığı biz Jusslar bir ish qiziqdan kavob yeymiz. Bo'ldi. Mening ishim bor. Jusslar kavob yemay bo'lamdi. Jusslar. Kasli. Kavob jusslar. Bir 30 ziq basla. Mana hozir. Qani, oltaslar. Qani, oltaslar. Maysiz yerdan basla. Bizning ma'u yezi başlığımızga may ziyon qiladi. Bo'ladi. Tahir. Arun to'xtat. O'rimchiga davolanib qilmagan odam nima uchun menga xabar qilib qo'ymaysan? Men Sana hozir toza pul lozim bo'lyotdi. Az bo'lsa-mu, menga 500 yenningni hisob qo'y. Yo'q, bu Uydagi ishlaringdan xotirjam bo'lgan. Jura, men seni uzitib qo'yay. Tursun. Men xalqning fitna fasadlariga ishinib, sening ko'nglingga azor berib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Meni tushungan bo'lsang bo'ldi, adash. Biz yana yaxshi do'stlardan. Tursun, rahmat sana. Gulnar, siz meni kechirayting. Buningga kechirish ketamdi. Bu mening chin ko'nglimdan chiqqan so'z. Men sizning ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Meni kechirayting. Chu. Hozir u yerga haqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash. Haqni qo'liga tushib ketsin. Men bir oy ketganimga bu yezida haqiqatan jiq ishlar bo'lib ketibdi. Siz faqat to'g'ri qilmabsiz. Huquqni shunda qalaymqon ishlatsin qanday oqibat keltirib chiqildiganligini o'ylamadingizmi? Vang shu o'rganishga menishdan burun nima degan? Uni unutib qoldingizmi? Yezi boshlig'i, siz haqlarning undaq yolg'on yobiroq gaplarga ishonmisizlar. Bu yezida mening do'stimdan dushmanim ko'p. Men sizga kuyinib shunday deyapman. O'zimizda masala bo'lsa cho'qim topshirishimiz kerak. Kishilarning inkosi noyiq yetib bo'lsa qanday qilasiz? Buni o'ylamadingizmi? Arz qilmamdi. Bu yalangtoshlarning arz qilishidan men qo'rqib qolamdimi? Siz bundaq desangiz bo'lmaydi. Hozir partiyamiz poklik qurilishini ta'kidlayotdi. O'zimizda masala bo'lsa topshirishga tegishli bo'lganini topshirish kerak. Nima? Sizlar menga tahdid silyaptimlar? Qon ter to'kib bu yezini mo'shinchilik qilib qo'ygan menjumislar. Tunigan kelib nima cho'ng gap bu? Hukumat meni bu yeziga yezi boshlig'i deb taklif qildi. To'g'ri bo'lmagan ishlarni to'sash mening majburiyatim. Sizlarning nima ish qilayotganlari menga 5 qo'ldak ayon. Men nima ish qildim? Bu yezining xalqi uchun ishildim. Ishlabdimish. Sizlarning mening o'ramni ko'lab yurganlarini men bilmandimmi? Osman, to'la bildirman. Qarisu yezi xalqining ko'zi ko'r, quliqi pang emas.
Yana 2000 yuan pul topshiringlar, ikkinchi qatimliq operatsiyaga o'rinlashtiramiz. Voy, biz 4000 yuan zakalat puli topshirdik-ku. O pulni birinchi qatimliq operatsiyaga, tekshirishga va davolashga ishlatib bo'ldik. Tezdan operatsiya qilmasak, putini saqlab qolish tezroq bir amal qilasizlar. Davolash puli nimanda qimmatdi? Gulnar, qaraganda biz bu operatsiyani qilolmaydigan o'xshaymiz. Biz mangayli. Narsani yig'ishtiring, ha? Unda qilmang, Toyir. Pulimiz qandoq qilamiz? Yig'ishtiring. Unda qilmang, unda qilsangiz bo'lmaydi. Haras, Toyir, oltin jabduqlarimni sotayli. Azroq bo'lsin pul bo'ladi. U degan men sizga epagan to'yliq tursa, u qancha pulga yaraydi? Operatsiya pulini 2000 yuan davasa, yana kelib boshqa xarajatlar bilan 5-6 ming yuanga boradi shu. Pulni nerdan topamiz? Chiqib tilamchilik qilamdiq. Toyir, öydimi doktorga ko'rinishga unumay jahillik qilib bir putingizni ayirib tasib qoldingiz. Endi davoltib saqaytayli desak, kelsangiz qanday bo'ladi? Pulni men bir amal qilay. Nerdan amal qilasiz? Ish qilib men bir amal qilaman, xotirjam bo'ling. Yeting. Qaynoq sakirib etay. Ayxacha? Ha. Qandaq ahvollari? Men balam. Birər ölümgə mağan oxşamamla. Şundaq. Şiren bir tuqqunimiz tugab ketibdi-kan, shu yerga mangan edim. O'zingiz obdan turib balam. Uy ichida ishlar. Tayirdan xabar bormi? Oningdan xabar yo'q, jimiblik ketdi. Shu balamni to'la o'ylab uyda qo'ygan tutqunimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bek ansirab ketyapman. Hey. Gulnar Tayirni bozaq qilib, shu yerga tashlab qo'yib, bazar aylanib yurgitdi. Tayirga uval qilib. Men mang'idga vaqtida shundaq obdan nasihat qilib qo'ygan edim, undaqmi qilib ketmas. Hey. Sizlar toza o'tib ketgan bir sodiq xotunda. Ma'qul, men ketdim. Hürmetlik yezi başlığı. Yaxşı turvatamla. Sizlar mening bu xetimni topshirib olgan chaqlarda hayron bo'lishlari, hatto menga nafrat o'qishlari mumkin. Chunki men 2 oyning oldida sizlarni haqoratlagan Qumdin kentidagi Gulnar bo'laman. Yezi başlığı. Qismat degan shundaq rahimsiz bo'ladi ekan. Men Urumchiga kelgan bo'yan yo'qsizlik va ocharchilikning dardini yetkichi tatdim. Pulning odam uchun suv va havodanmi bekrak muhim ekanligini tushunib yetdim. Tohirni davoltishga pul yetkazolmay necha qatim hayotdan umidimni uzdim. Biroq yana unda qilg'im kelmadi. 2 oyning oldida sizlar qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, men hal qilib beraman degandilar. Shunga men sizlardan yordam so'rab bu xatni yozdim. Tuqqanlardan yordam so'ray desam, ularning ahvoli yaxshi emas. Kentga xat yozsam hech qanday javob kelmadi. Men yezilik hukumatning bizni qutqizilishini so'rayman. Gulnar.
Qandaqroq? Qale, yaxshi qoldingizmi? Operatsiyani o'sha oyning 17-kuni, ya'ni kelayotgan 4-kuni qilamiz. Ideyangizda tayyorlik qilib qo'yasiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul hapsi. Rahmat. Obda aramilang, ha? Rahmat sizlarga, doktor. Aykagan pulimiz tugab qolgan-ku. Operatsiyaga qaysi pulni topshirdingiz? Sizga demabdiman. O'tir maktabda birga o'qigan bir savodishimdan azroq pul qarz olgandim. Shu pulni topshirdim. Qaysi savodishingiz u? Bo'ldi, so'rab menga xotirjam kesalingizni davolasak bo'ldi-ku. Bugun sizga nima bo'ldi? Mendan bir ishni yoshirayotgandek qilasiz-ku. Hech ishni sizdan yoshirmadim. Xanana. Tinchlikmi bola? Men uylarga izlab basam sili yo'qkanlar. Bu yoqqa silin izlab mangan edim. Men uydagi paxlarni setib pul qilib kelay deb bozorga kirib ketgan edim. O paxlarni setib keldim. Balla keptas pul kerak bo'ladi ekan. Tayirdan xabar bormi? Balam, ularmi yaqin arada qaytib keladi ekan. O'zingning ahvoli qandaqroq balam? Men izlab berib bir huzurxolik qo'yay degan edim. O'tganda bekodim bekasini ranjitib bir muncha tillab ketibdiman. Aygul kelib menga hammani dedi balam. Sen meningdan ranjimagin. Qerg'anda odam shundoq bo'lib qoladi ekan. Tayir ishkinglar qatinas og'iniladin. Buningdan keyinmi shundoq qatinas bo'lib o'tinglar balam. Pat-pat kep turgan juma balam. Bo'ldi, bu ishlarni tilg'anmayli. Hammadan muhimi salomatlik. Ish kuchlar bo'lsa, menga xabar qilib qo'ysizlar. Ma'qul, men mangay. Ma'qul. Ya'ni kep turasan, ha? Xo'sh. Hey Süleyman. Men bo'lganda buningga. Izi başlığı. Qaysi shamal uchib keldi? Izi başlığı. Men nayt köp o'ylanib, oxiri masalani pash qilish niyatik keldim. Yaxshi-ku. Mening o'tganda qilgan gaplarim ta'sir qilgan o'xshamamdi. Shundaq. Men Qumdon kent uchun bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarni pash qilib, rahbarlikning qo'llashiga erishish niyatik keldim. Rost gapni qilsam, Osman Yüzbaşlığı neçə yıldan bu yan Qumdon kentini şulup quruq so'ngakka aylantirib qo'ydi. Huquqidan foydalanib Qumdonliklarni sarang tutdi. Mana bu so'mkida Osman Yüzbaşlığının kentimizdan ep ketgan va arzon ilib olgan narsalarning tizimligi, yana uni necha qitim nada mehmon qilganligimizning dalil isboti to'liq mushning ishida bor. Mana buni ko'rib beqil. Mushullar shu. Men bu materiallarni ko'rib chiqqandan keyin intizom tekshirish guruhiga topshirib berma. So'raydigan, dalillashtiradigan ishlar bo'lsa sizni keyin chaqirtimiz. Men bu bir necha yildan beri xudimni uqmay, Osman Yüzbaşlığının çağan depe usul o'ynab ketibdiman. Men sizdan bir o'tinib qolay. Menga atadorchilik qilib bir qitim fursat bergan bo'lsangiz, men bundan keyin cho'qim sizga sodiq bo'lib, jafo mushaqqatga chidab ishlayman. Sizga hargiz yuz kelmaydigan ishni qilmayman. Cho'qim gapimda turman. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman, Yüzbaşlığı. Rost gapni qilsam siz to'g'riliqmi inkas bak ko'p. Hammani bir-birlab tekshiramiz. Yüzbaşlığı men hech nima qilmagan tursam. Qumdonliklarning sizga fikri oz emas. Haqnoq chidildigan ba'zi ishlarda siz kent kadriga bo'lishga tegishli majburiyatni ado qilmadingiz. Yaqinlaringizga yon besib, yo'voshlarni bozak etdingiz. Kent mol-mulkini buzib ketishga yo'l qo'ydingiz. Bu ishlarning hammasi bizga inkas qilindi. Teqa anglasam Tayir degan yigitga 20 oyani setib berib, uni yaga bir munch ishlatkizib, keyin boshqalarga ep beribsiz. Mushundaq o'z beshimchilik qilib, qarshi fikrda bo'lganlardan 3 ilishqa qandaqmi petindingiz?
Bu ishlarning hammasi Osmon izbaşlığının mecburlaşı, buyrug'i bilan bo'lgan. Meni to'g'ri tushuning izbaşlığı. Menga uval bo'lmasin. Mecbur bo'lsa qarshi tursangiz, inkos qilsangiz bo'lmamdi. Meningcha bu ishlarning hammasi Osmon bilan munosabatli bo'lishi natoyin. Siz endi barliq masalalarni uning ustiga otib qo'ymoqchimi? Siz hozir qaytib xizmatlarni yaxshi ishlab turing. Izbaşlığı, men bo'ldi, xo'sh. Yaxshimisiz? Bu yoqqa qolibsizmi? Sizlar hech bir biz tarafga ya o'tmalar. Shunga men sizni ko'gim kelib alayda yo'qlab kelishim. Qumdo'ngliklarning meni arz qilib qilmagan eskiliklar qolmagan bo'lsa, u yerga nima deb bog'dekmi? Qumdo'ngliklarning aqli gajgisiga chiqib qoldimi nima? Tozi bir saroqakina u. Ular arz qilgan bilan bizlar bag'oyiz boshlig'i. Biz sizni yana beshimiz qilib ko'tiramiz emasmi? Undaq ishlarga ochiq olmay, bugun bizning uyga bir basla toza bir o'yintib qo'yay. Anlasam rost. Gulnar degan cho'kamo yaqinda kelamish. Uning silib pul uvatpaligu deyman. Sizlar yomon chaqda esqatgandan keyin, endi sizning gaplariga u g'in qilmay ma'qul deydi. Bo'lmasa, bir kuni men uni to'g'rilab beray bo'laman. Bo'ldi, bu gapni qo'yayli. U pulni yo men evatpamisam, yezliq hukumatdan ozroq yordam qildik shu. Og'izlarda undaq degan bilan ko'ngillardan chiqmaydi. Uningga kuyib qolgan do'stlar. Bo'ldi, bu chaqchiqingizni qo'ying. Ta'kidlab qo'ydigan bir ish hozir intizom tekshirishdan bek kuchab ketadi. Agar sizdan yezilik hukumat yoki intizom tekshirishdan ahvol egallab qolsa, siz hargizmi chandirib qo'ymang. Bu shamolmi o'tib ketadi. Keyin men sizni obdan rozi qilib olaman. Voy xotirjam boshlar izni boshlig'i, ular sizning bir tal mo'ylarg'im cheqilanmaydi. Bu izda sizlar yana maydlarni ko'tarib, qarg'aydek tik turib ishlaylar. Biz sizni qo'llaymiz, iz boshlig'i, qo'llaymiz. Ma'qul, keyin ko'rishaylik. Ma'qul emsa, xo'sh emsa, ma'qul, xo'sh. Sizlar bu yerda yolg'iz o'ltirib qolibdi-ku. Tayirlar bugun kelimiz deb tikan, shular qarab o'ltamaymanmi? Tayirlar qaytib kelmoqchi ekan? Yaxshi bo'lib qoptimi? Xeyli yaxshi bo'lib qopti. Ular qaytib keldi-da. Ayxacha, anglasam, Gulnar Osmon izi boshlig'idan pul so'rab ekan, shu yaxshi bo'lib qopti ekanda. Nima deydigan siz Sulayman? Hey, ular kelgandan keyin kelinlarga o'ptaroq ko'z quloq bo'lib qo'yala. Ma'qul. Mening yangi yuzida azroq ishim bor edi. Berib kelay. Opa! Balam! Opa! Voy canım balam. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Salomat turdingmi, opa? Bek kögüm kep ketdi seni. Canım balam, men sana qarayammidim. Seni bakammidim balam. Yaxshi bo'lib qopsan. Ko'nglim xil aram deb qoldi. Opa. Seni yolg'iz tashlab qo'yib, yaxshi qarayammidik, opa. Japa tatib qolmagansan balam. Yo'q, opa. Gullar obdan qaridi. O'zing yolg'izlik tatib qolmagansan, opa. Hamma ishni sana tashlab qo'ydim. Yo'q balam, undaq demagin. Sen yaxshi bo'lib qolsangli bo'ldi. Helim mushunchilik bo'lib kelsa. Voy, bakensiz Gulnar. Tinchlikmi? O'limchidan kapto deb anlig'ini xiyli bo'ldi. Bu yerda uchirtib kelishimni o'ylamabdi ekanman. Bo'ladi. Agar shundaqli bo'ladi ekan, bu ishlarning hammasini o'zingiz bir taraf qiling. Buningda men qarab turmayman. Yana keyin bu ishlar, qarang ularga.
Aras, ben ivetken pul tegdi mi? Topshirib oldim, rahmat sizlarga. Lekin xatni shundoq ta'sirli yozibgansiz-mi? Sizlar bizga ko'p yordam qildilar. Qilgan yaxshiliklarni hargiz unutmaymiz. Bo'ldi. Siz aldirab o'tibsiz. Hozir menga bering. Lekin men sizni bir kun izlayman-chi? Xo'shamsa. Tayyor! Tayyor! Qanday qaraqadash? Yaxshi, o'zingchi adash. Yaxshi. Nahiyadan ushaqchak narsan og'ash keldi o'tatding. Tizimlab qo'ydingmi? Tizimlab qo'ydim. Mana tizimlik. Mana bu 500 yam pul. 2 kunda bir qatam mol kelsa, qirg'anda suvdan yaxshi o'xshamamdi, ha? Yomon emas. Hey, do'konga aroq solmagansan? Yo'q, adash, endi aroq solmayman. Putumning sababi mo aroqdan bo'ldi. Aroqni yana solamanmi? Ma'qul. Amsi men ketaveray. Bo'ldi adash. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Davud! Davud! Ya Davud! Ne oldu? Sen izleydiğin iş var. Aşağı tuttu. Hazır çıkma. Malkum. Davud, endi bu yani terimsan buludu. Bu yani Tahir'ga yeni ötküz berdiğin bulduk. Bu qandaq gap? Yerni o'zinglar sotgan tursanglar, endi bir muncha ishlab bo'lganda qaytaraman desanlar qandaq degan gap bu? Bu mening ishim emas. Qara. Bu yuqorining o'rnashtirishi. O'zing bilasan, bu yerga Tahirbek ajr qilgan. Onun ustiga u hozir meyib. Agar tashkil bu ishni uqib qoladigan bo'lsa, bizni chataq qiladi. Shuning uchun bu yani uni qaytarib berdigan bo'ldik. Sulaymon, sizlar meni qapoq ko'rib o'tamsizlar? Bu izliq hukumatning ishi. Men ijro qilishni bilaman. Ey, sen ijro qilishni bilamsan? Yarın özden sitip, özden qaytırı olam sen. Bundak namertlikni nerede ögendin? Eyde! Davud, gelimni qo'yib, gelimni silma qo'yib. Anangni, gelimni qo'yib deyapti, Davud. Gelimni qo'yib. To'xta. Meni urishib ketdingmi? Men siz soqchig'idan qo'lingda kagini qil, g'alcha. Erim dehqonlar azboz etqanmiding sen? Sen undaq odam tilmajmi? Men seni qo'rqib qolmayman. Eli baka. Eli. Sen bir qanchalik demakda? Bu kentni men so'rayman deb o'ylayapsan? Hukumatning ko'zi bojimi? Amini bir kuni ko'tinga tepik yesa. To'xtatdi u abga. Men sening adabingni qandoq berdi ekanman? Bir ko'rib qo'y. Qo'lingda kagini qil. Tahir! Tahir! Ya mal arak gitme! Tahir! Tahir, hey Tahir, bir sizni chaqiryotdi. Tahir? Hey. Eshigini ocha. Bana arak yotiribdi. Arak bo'lmasa xotiningni olib chiqibdi. Men bu boshqalardek xotiningni o'ynab boqay. Ey! Eshigini ochmamsa! Acha! Tahir, eshigini acha! Eshigini ochdingmi adash? Sen midim? Ama yoqqanni qo'yat-a. Ötama yoqqa. Bu yoqda nima dedi ha? Xotinimni tishlab tortsan-ku. Xotinimni kim o'ynabdi? Ey, chaqini. Yoqqini qo'yat. Sen bilan hisoblashmay qo'ymayman. Bu hayvon. Ey, yana bir digini hayvonda otamsan. Kirib, xotiningni so'rab baqin. Kim bilan o'ynag'ini shu o'zda birdi. Nima dedim? Bas. Nima deb jo'ylayapsiz, Samat? Men zaten nima ish qilibman? Deb beradi. Sen bana arak sitpamiding? Ha, to'xtabdi. Do'koningga o't qo'yatmaydigan bo'lsam.
Tahir. Qancıq. Sen benim gözümle boyapsan. Rastını eyte. Sen kimlerle buzukçuluk kıldın? Eytamsa, eytmamsa. Eyte hey buzuk. Nimi de yüzünü töksen. Rastını eyte. Rastını etmesen seni öldürürdüm ben. Kırılıqla qıt bulup yana nemi yığlaysan? Gözümün yonduzunu eğit qutuluman dep oylayapsan. Uxlap düşüyorum. Sendek buzukni ben мәңгі keçirmeymen. Senin de yana başkalar bilen mi münasibetin hakim emez mi? O vicdansız. Samet bana töhmet kılıvatıdı. Ben hiç kandak buzukçuluk kılmadım. Yalgan. Diğerlerinin hemmisi yalgan. O iflas. Seni körek gözüm yok. Gözümde yok al. Canım Tahir. Bana uval kılma. Bana işiniz ağırsın. Ben sizden ötünüp kalay. Ben özlemge pak. Siz beni yaxşı görərdiniz Tahir. Buraya onundan. Ben həmmə gəpni anladım. Sizin bundaq əskiliğinizni pəqətlə oxumabdikən mən. Lənət sizin bu çırayınızğa. Apa, meni tushuntirishimni anglabaqsli bo'lmamdi. Yana nima hili mehirlarni ishiltatyapsiz? Men necha vaqtdan beri Tahirni og'riq deb gap qilmadim. Mana bugun hamma rasvochiliklar oshkor bo'ldi. Qani, deb beqinga. Yezi boshliq Osmon bilan nima munosabatingiz bor? Nimalarni deydi Allah apa? Men to'la tilingizni chaynamay ochiq gapni qiling. Mening o odam bilan hech qanday munosabatim yo'q apa. Davatgan gapini qaramamdigan. Hey, Örümçide yezi boshlig'i Osmonga nemishqa pul avat deb xat yozdingiz? 2 kun ilgari qonaqlikda Osmon bilan nima deb paranglashdingiz? 3 oy burun Mushqoroda nima deb Osmon uchun o'ltirish uyushtirib berdingiz? Jenim apa, nədəki gapni qilyaptılar? Nədəki gapni qilyaptılar? 2 kun bo'ldi. Bütün məhəllədəki xalqның ağzıda Osmon bilan Gülnarning munosabati bor deb hamma yerga pur ketdi. Men nomusdan o'lay dedim-ku. Gülnar degan buzuq. Meni yaxshi ko'rib turib, nima uchun menga tuzkorlik qilasan? Mahaldagilarning oldida nima ishqa mening yuzimni to'ksan? Sening naringni odamdagi olsun. O hayvon. Mening yezi boshlig'i Osmonga xat yozishim, yezilik hukumatning qutqizish pulini elish uchundir. Mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Meni unda qarlamang. Kim pushaymon qilib qolasiz? Sizdan o'tinib qolay Tahir. Mahaldagilarning gapini yolg'on deydi. Samatning gapi yolg'onmi? Hey, kent boshlig'i Sulaymonning gapi yolg'onmi? Ya uning qo'li qipang, ko'zi qorqmiye? Jenim apa, Sulaymonning niyati intayin yomon. Mening ustimdan ilgirimi so'chchakni shu taqatqa. Hozir Sulaymon yana shunda qilyotdi. Sizlar menga ishoninglar, jenim apa. Og'zingni yum, rasvo qonjoq. Sizni endi tushundim. Siz mushundaq askiliklarni qipshirgashga bizning uyni palakat besibdiki. Al-mahalning oldida yo'g'on so'zlab yuribdimi? Mana endi-chu, xalqning oldida bu nomusdan qandaqmi beshimni ko'tarib yuraman. Bu rasvo. Ko'zimda yo'q ol. Qandaq yığılıqlar var. Aldırmaydırsın. Hey, bir yoqqa keling. Hey, anladinglarmi? Gülnarningchi yezi boshliq bilan ulaydi munosabati bor-ku. Rost shundaq munosabati bormi-ku? Voy, rost bo'lmaychi. Bo'lmasa pul beradimi? Gülnar undaq askamaschimi? Xeyli hayalliq cho'kan. Satning holi chiroyliqni dadi degandek tuhmat bo'lganmisiz yana? Ho't xanim, Gülnar hajab yoni esib ketli-ku. To'la gapni cho'ng qilmay, erlarga hazi osla. Bo'lmasinning erlaridan tatvanmisiz yana? Hey, Saniya, bu yoqqa keling. Paranglashimiz. Oldirab nega mandingiz?
Gülnar yo'qolib ketibdi-ki, uni izlab mangdim. Voy, hajabni olmabdimmi? Qachon yo'qolib ketibdi? Tang saharda uydan chiqib ketibdi-kan. Mushu g'ayvatxo odamlarning og'zini choplavassam deyman. Bir obdan odamga to'kmat chaplab, keyindan shikoyat qilib, ayolni bir muncha jidalga silibdi. Gulnar nega ketgandi endi? Bichaning bu yurtda urug' tuqqanlari yo'q. Hey, namozga chidamay bir aya qechib ketdimi-ya? Shundoq qism qiladi juma u. O'z vaqtida shahar ko'rib qolgan. Oldin Qetin Tursun bilan chiqishib qolgandi. Endi Osmon yezi boshlig'i bilan chiqishib qolgandikin-a? Hey, og'zinglarga qo'yib so'zlanglarjimi? Bizningmi qizlarimiz bor. Tozim bir g'ayvat xo'kansizlar u. Balam, Gulnar rostila qechib ketdimi nima? Bir chiqib ketgan peti tex qaytib kelmadi u. Nega yo'qolmamdi? Uningda xotinim yo'q. Atrat rahbarlari bu ishni xabar topdi. Agar u Beshqayga yaylay ketib, bir ish uchrab qolsa, o'zi ega. Undaq dema, u yanada sening xotining. Texi u sening nikohingda tursa, agar rostila qechib ketgan bo'lsa, yuzing texmi to'kiladi balam. Tahir! Nima ish bo'ldi degina? Gulnar. Voy zodi nima ish bo'ldi? Gap qilsang-chi. Gulnar u. Hey, tilingni chaynamay chaqarroq deysang-chi. Gulnar. Qazo qilibdi. Nima? Gulnar, meni qo'yib eting, Gulnar. Meni tutma, Gulnar. Kelinni qo'yib eting. Gulnar. Meni qo'yib eting, Gulnar. Yo. Bak. Çıka. Yez başlığı. Mağun yez başlığı. Nem günah qıptı. Hey, nemi günah qılattı? Para ağan, pul ve naskerekleri 120 ming yendan eşip ketipdi. Onun üstüge istilachiliklaşgan. Huquqini qalaymiqa ishlatgan. Nolik intizom tekshirish komiteti bilan reviziya idorasi hammani aniqlab chiqdi. Ba'zi ahvollarni anglab, bizmo hayron qoldik. Qo'yma obdan ish bo'pti. Ona ahli meni ishga qo'yimnimi yeb ketgan. Agar siz meni kechirmasangiz, men umr bo'yi vijdon azobini tortaman. Meni kechirishingizni umid qilaman. Gulnar, meni kechiring. Ümitsiz baxitsiz köpken bu hayatning kulkisidin azabi mening miskin yürüdüm tapamedi teselli köpken bu hayatning külksinin azabı benim miskin yürüdüm